alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Toshkent Kazan, Nabrejiy Chili, Nijnekamsk yo'nalishlari bo'yicha. Undan tashqari Toshkent, Moskva, Chepaksa, Nijnogorod yo'nalishlari bo'yicha Toshkent avtovokzalidan primoy reyslar qo'yilgan. Haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Sizga ham xuddi shunday ishonchli narxlarimiz kerak bo'lsa yoki joylaringizni onlayn bron qilmoqchi bo'lsangiz, bizga ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, savollaringizga batafsilroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Avtobuslarimiz soat 18:00 da jo'nab ketishni boshlaydi. Reys vaqti posадка jarayonlari boshlanadi. 17:30 da 18:00 da avtobuslarimiz Toshkent avtovokzalidan primoy Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha yetib boradi. 51 metrdan iborat hech qanday ortiqcha odamlarsiz siz 2-3 sutkada manzilingizga yetib olasiz. Avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, zaryadchik moslamalari, qishin-yozda ishlaydigan konditsionerlar, undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Profilimizga kirib avtobuslarimiz shart-sharoitlar bilan tanishib chiqsangiz ham bo'ladi bemalol. YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarimizni ishlab turib, ularga yozsangiz ham sizning savollaringizga batafsil ma'lumot beramiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat.